Kaç dönüm? Isboti bilan. Nima aytdim? Toshkentga boradigan bo'lsangiz, meni olib borsangiz, men topaman qaydamiz. To'mirga tushib bilaman buni. Öyle. So'z isboti bilan endi olamiz da. Ya olmasa bo'lmaydi. Shaypandan yutashadi. İçimizdagi. Oliydi, yo'q. Qo'rqib so'qol. Ol bir tishga sanga ham omad. Onam odam bo'lgan mana. Soy bari odam bo'lib şey keldi. Odam bo'lmagan. Eşeğe bakan. Eşeğe bakan eşeğe meni yuradi o'zi. Biz odam bo'lsin deyman. Odam bo'lsin deyman. Mana projektor ham sig'ib olib sobir va. O'sha aytdi. Bo'yraniki ham yondirib oldi sahnaga. Qashqapatsizlik ekan. Yo'q, qatdan ele sevitmayapti. O'sha yaqinroq tikka turib qo'ygan havo yotqizib ketdi. Matamaga. Projektor o'zi yoqtirmayman deyman. Ishladim, ha. Televizorda jet o'yganman bu narsa. Ko'zingni ocholmaysan nima shu? 20 ta 30 ta projektor yonib turadi, aynan qilib. Bajaraysan. Yo'da rejissor baqiradi. Ko'zingni och, ko'zingni. Qanaqa ko'zingni ochsan? O'zim olyapmadim, shuni o'qib qo'yaylik. Abimni ko'rsan hali mustaqilga. Voy voy voy. Endi dastlari bilan jo'rayapti. Ochiq joydagi projektor urmaydi. Yo'q, Opu joyda yo'q. Qopqalog'ida. Bu ham bir qiziqchilik Muhriddin aka. Bu ham bir qiziqchilik. Mana shu nimaga bu haligi insonga bo'lgan nimasi bo'lsa kerak. Bozor oshiga chiqib, programma olib, mana shu haftaning boshidan oxirigacha bir qurib tekshiraman. Konsertlar bo'lsa, yosh xonandalar, nimalar yaxshi ko'rsatuvlar bo'lsa. Lekin borchi shunaqa narsalar mana Abdulla akamiz ham san'atga o'tiribdilar. Shuni uzluksiz ko'rib boramiz. Lekin mana bitta privichka ham bor ekan. Buni mana bola chaqam ham biladi. Sizni shu televideniyada bir dona qo'shig'ingizni beradi-yu. Обязательно mana shu qo'shiq tugaguncha eshitmayman. Manda qandaydir bir vujudimda boshqacha narsa ta'sir qilib, o'zimcha o'kinib, qo'limni mushlab o'tiraman-da, keyin shu qo'shiq tugagandan keyingina shu narsani men boshqatdan takroran aytaman, inaki ko'nglim o'rniga tushadi. Bunaqa bir holatlar paydo bo'lganda. Ash toparmanni boshlaganingizda men ansambl bilan bir baliqchi degan joy bor, o'zingiz bilasiz, G'obrovoykida shuni o'tirdik dasturxonda. Shuni anorda birinchi shu toparman bir qo'yib yubordi. Ashaydida bu kun kelganda shu, ana muzikantlarim o'tirib ishlaydi. Shu ko'rganman-u, quloqqa kirmaydi aka. Shu buni haligi munglik, haligi ohangi so'z bilan tushuntirish qiyin-da. Yurakka buni tushuntirish qiyin. Ko'zdan oqiz oradi yo'q. To'g'rimi? Hamma narsani mayolashga ko'radi. Nima depitsi qildim. Ha, bu. Karu san'ati zo'r ekan. Buni tushungan tushunarganni Muhriddin aka. Lekin tushunmagan odam tushunmaydi, lekin nimani eshitmagan bir qanaqadir bir jumla bo'ldi. Sizni qo'shig'ingizni eshitib turaman deb, oxirigacha ko'rmayman sizga ko'rib turib. Yarmida yo'q. Chiqib ketaman yoki uni yarmida yo'q to'xtataman ko'rishi, eshitishi. Bu yangilik. Hech qanday eshitmagansiz-ku. Bunda odaman aka. Chiqdingizmi shu oxirigacha mana yotib olib ko'raman deydi. San'atkor xalqi Bu kutilmagan gapda, bu san'atkor xalq, san'atkor xalq so'zga boy bo'ladi deydi. Lekin bu so'zni boyitib gapirishda emas aka. Masalan, shuni ko'ryapmanmi? Men hozir xursandman-daki. Fonogrammalar bo'lganmi? Bormi? Fonogrammalar qilingan. Fonogrammam aka to'g'risi bo'ldi qilgandi o'sha. Qandadir shu ko'ngilni ma'qul tushmadi. Davlatga qulub bari. Yo'q, o'zimizda Ammo ancha qiyinchilik bo'ldi Muhriddin aka. Mana shu yerga bir endi sostavga apparatura qilish sohalari. San'atga fazlada uni Bila bir qop yo'q. qiyinchilik nima qilish kerak emas. Bilasizmi yo'qligini? O'sha. Masalan, siz o'ylayapsiz, siz mana shu nima bo'lganingiz uchun qiynalib olmadi o'ylashingiz mumkin. Lekin vaqt kelsa biz ham qiynalamiz.
o'sha fonogrammaga biz ham qiynalamiz. Chunki hali bizda o'sha to'la to'kis zo'r studiyalar yo'q. Masalan, ko'pchilik aytadi, nimaga engashlik qilmaysizlar, boshqa qilmaysizlar. Engashlik etish mumkin. Buni baribir xalqqa qachonki siz televideniya orqali ijro etsangiz, shunda yengil hisoblanadi. Bungacha yengil hisoblanmaydi. Uning uchun qancha yozish kerak, uni borish kerak, vaqt olish kerak. Masalan, Toshkent bo'yicha O'zbekiston bo'yicha bitta yaxshi joy yozadi. Uni hech nima qilish kerak emas, tushkunlikka ham tushish kerak emas. Sizda ham bor, sizga qiyinchilik menda ham. Masalan, O'zbekistonga taniqli bo'lgan nimalar baribir menda ham qiyinchilik bor. Masalan, men borganimda ham sirasi ishim bitib ketadi. Chunki bizda bu narsa hali rivojlanmadi. Xudo xolasa mana mustaqil bo'lib ish qilib, manimcha bundan yaxshi bo'lib ketsa kerak. Bizani bitta ashulamiz plastikasi chiqish kuni ham Moskvaga borib tasdiqdan o'tib keladi. Masalan, o'rislar nima tushunadi? Bizani ashulani tushunamiz. Qaram bo'lganimiz uchun shu Haqiqatda Moskvaga chiqmasa dey. Shunday bizani ashulamiz nima aytyapmiz? Xalq hurmat qilib, xalq yaxshi ko'rgandami? Mehr qilib qo'ygandan keyin. Mana bir og'iz gap. Mashinamiz o'tiribmiz. Bir og'iz gap shobeti sizga beradi. Qarab o'tirmagan, men botir gapiraman. Bir og'iz, ikki og'iz gapirman. Bir og'iz gap gapiring. Hozirda bittasi fonogramma qilish kerak, radiodan chiqish kerak, televiziyadan ko'rinish kerak. Bungacha qiyin juda. Ayniqsa oblastlarda, bu vodiylarda ashulachilikda qiyin ekan. Ana aka, gapingiz bo'ldim, to'yga borasiz, olqishlardan boshqalardan men sezonman, bu yerdagi hofizlar juda ham qiyin ekan. San'atkorlar, umuman san'atkorlar. To'ka hofizlar. Borki, san'atga qiziqqan odamga juda qiyin ekan. Bizdan ko'ra. Bitta o'sha zo'r nonni yerkandi. Mana kim? Buyuriladi. Soljon bularni xo'roz urishtiribdi dedi. Soljon bular bilan men birga rubobga qatnashardim. Juda zo'r qo'shiqchi. Masalan, men shuni tan olaman. Yaxshi qo'shiqchilik. Lekin shu odam shu yerda yashagan uchunmi, bilmayman endi. Xo'roz urishtirilganmish. Shunga men g'alati bo'lmaganda. Yo'q, Xo'rozga ish qo'yaz o'zi. Xo'roz ish qo'yadimi? Endi san'at tashaganlar. San'at to'g'risida. Вообще tashadi san'at. San'atni tashagan deganiga sizdan qiyin. Yo'q, iloji bo'lmaganda tashagan. Chunki San'atda adab yo'q. Bu xuddi qo'shiqchi. San'atdan bari biznesga olib taqaladi, tirikchilikka olib taqaladi. Kelmayapti, tushmayapti, boshqa ish topishga harakat qiladi. Bizni kim ko'rgan bir joyga aytmaydi. Endi san'atni birov tasholmaydi. San'at uni tashadi. Ya og'ir tashlash. Tashash mumkin. San'atni birov tasholmaydi. San'at tashab yuborsa, unisi qiyin. Qiyin. Bitta detal aytayim, yaqinda bo'ldim. Hop, mana shundan bitta gap gapiring, shahobada sizga navbat bering. Hozir bitta gapim yo'qki. Birga o'shani qo'shib Hop, gapirasiz. to'xtaman, hop. Yaqinda ham endi men 14-chi keldim, bularni konsert uyushtirish, boshqa yo'q, ertaroq keldim 5-6 kun. Kesinlikle bordim, apparaturaga gaplashdim, hop. Chetda gaplashmoqman. Kimlardir keladi. Endi men ichkari kirib ketganimda gaplashib turibman. Keyin bir vaqt haligi yigit yetib qoldi. Hozir ko'chada klientlarim turadi, shunga javobini berib yuboraylik, internet qilib beraylik dedi. Qarashib turdi. Ba'zi ishi apparatlarni tomosha qilib turadi. Endi mashinada Zokiroy bor, opu. Mashinada o'tirdi. Ha, kirmadilar. Maza bo'lmaydi, mashinada o'tirib dedi. Endi o'shadan oldida haligi bilan gaplashibdi. Endi Zokiroy aytib beryapti. Suvinyoda. Bitta to'yga. Zo'r. Hozirgan dedi. 200 so'mga bitta to'y aytdi o'sha. Besh qo'ydik. Bu to'yda endi bo'ldi. Apparatni moshinaga yuklab to'yxonaga olib borganga to'g'ri kelmaydi. Namanganda mana shu Toshbuloqda bo'lgan. 200 so'mga dogovor qilibdi. Juda qiyin. 50 so'm zakalat beribdi.
qarang. Xolos san'at beraman, men so'm beraman. Yo'q, yo'q. Mana deganda san'atga aloqasi yo'q bola mana mashinada o'tiruvdi, eshitib qoldi shu narsani. Menga aytdi. Shunaqa emish. Turgani, o'zi apparatni boshqa shayga oladi. Qani, Chobirga bir og'iz gap gapiringki, endi siz shu yerdagi qattamisiz, zaminchilikda. Kelajakka qarab. Men birlar sud o'tgan yo'q, qattamiz do'stim. Abi gapirdi, anamga qarab gapirmang. Biz qattamiz deyapman. So'z sizga. Bizni so'ti, bizni o'zbek maqomini olganimiz So'ti yo'q, so'ti ancha bo'lgan. so'ti degan gapni biz So'ti tushundik. makajari. Sota qo'ziqadi. Jo'xorida so'ta. Qani sota oling dedi, sizga olishim. So'ti dedim, siz qattamiz. Az keltirsa So'ti to'g'ri gapirma. So'ta kerak. So'ta kerak. Kattaligi, kattaligi. Deb kattanaga, kattanaga. Katta boshliq Shu davrani raisi ekan. Rolim rahmat kelganidan. Yo, menga so'z berganlar uchun rahmat demoqchiman. Endi Fazliddin avvalambor bir kilo choyga bizni yurak yutib tabriklar uchun avvalambor minnatdormiz. Qolaversa mana Muhriddin yaxshi gaplarni gapirdi. Haqiqatda haqqoniy to'g'ri gaplarni gapirdi. Bu san'at bu ham bir maydonda. O'sha haligi Navoiylar zamonida shu bir she'riyat va boshqasi zamon maydon bo'lgan bo'lsa, o'shanda yorib chiqish oson emas. San'at ham hozir shunaqa san'atkorlar ko'payib ketdiki, shuning ichidan bir yorib chiqish bu ham bu Xudodan olam qolsa, ikkinchidan o'zida ham harakat qilsa. Uloqchi polvon bilan baravar degan gap maydonga chiqish dangal. Endi harakatlaringizga rivoj. Mana Muhriddin aytgandek qanaqa yordam bo'lsa, mana biz ham turibmiz kanalda, Toshkentga boramiz. Buni Qanchalik yordam bo'lsa, mana shu xonadonimizdan fayz baraka arimas. Yo'q, mana shu do'stlaringiz yoningizdan, qadamingizdan xato bo'lishmasin. Shu avvalambor san'atkorni qo'llaydigan shu atrofidagi nima deydi, ulfatlari, yo oshon oynalari, shu hamisha bir-birimizni yaxshi kunlarimizni mana shunaqa cho'kin dastaxonda o'tirib, yaxshi niyat qilib. Sog' bo'ling, qani san'at berib. Sizlarga rahmat. San'atchi, hazinachi bo'ldi. Polvon nima qildi? Kecha gapirdi. bu joyga ikkita joyga borishimiz kerak. Mana shu gap ko'p ilova qilib Hozir sizga boqman. niyatingizni aytingda, shu bilan keyin biz Turamiz. sekin. Zokrova Ikkita joy. Oqroq ekan. Zokrova aning o'rnasa bo'lmaydi, lekin bir joy bo'lmasa yana bo'lmaydi. To'g'ri. Menga baribir. Ertalabga o'tirsang ham shu Menga men borsam ham bolalarga borsam qo'yib ham qo'yish kerak-da. Bo'lmasa juda menga masalan mana shu o'tirmasa qilib, do'stim bilan suhbatlashib o'tirganimga yetmaydi hech narsa. Zokrova. Mana va'da qilgan mana. Men ham kutib o'tirganim, Fazliddin degan o'shalar ham odamni kutib o'tirgan. Kelishing, yo'q desangiz, mana. Yomon Zokrova tushuntirgan, u boya tushuntirgan. O'zingizlar kelishib oldi. Menga baribir. Men o'tiraman, maza qilib. Aytman-ku, haligi javob bo'lmasa bo'lmaydi iloji. Biznikiz yetmay qoladi. Pishkor ketamiz biz. Chortoq Namangan nima 5 kilometr joy. Pishkor o'sha aytib ketadi. Mana bu so'radi.